Salom, kim bir yaxshi amali uni xursand qilgan bo'lsa, yomon amali uni xafa qilgan bo'lsa, u haqiqiy mo'mindir deganlar. Bunga binoan inson albatta solih amal qilganda xursand bo'ladi, gunoh qilganda ko'ngli g'ash bo'ladi, xafa bo'ladi, gunoh qilganligi uchun Robbisining huzurida gunoh qilib qo'yganligi uchun xafa bo'ladi. Bu boshqa masala. Endi biz aytayotgan masala esa aynan o'sha solih amaliga xursand bo'lishdan tashqari suyanish boshlanadi. Ya'ni Alloh bilan muomalasida banda bilan bandani o'rtasidagi muomalani tasavvur qila boshlaydi inson. Ya'ni masalan men bir kishidan mana bu qalamni 500 so'mga sotib oladigan bo'lsam, pulini bersam, menga bu qalamni bersin deyman. Meni haqqim bor. Men o'tkazib qo'ydim unga 500 so'm berib, haqqimni o'tkazib qo'ydim. Endi u majbur menga buni berishga. To'g'rimi? Insoniy munosabatlarda, muomalatlarda biz mana shu shaklda ish qilamiz. Lekin Alloh taolo bilan muomalatda bunday qilishligimiz juda bo'lmaganda odobga to'g'ri kelmaydi. Qandoq? Ya'ni men 5 mahal namozni o'qib qo'ydim, Ramazon ro'zasini tutib qo'ydim. Sen aytgan hamma ishingni qilib qo'ydim, ya Rob. Endi menga jannatingni berasan. Uni evaziga sen jannatni va'da qilganmisan, jannatingni berasan deb turib, xuddi inson bilan inson muomala qilgandagi Robbil alamin bilan bunaqada muomala qilishlik juda bo'lmaganda odobsizlik sanaladi.